Agar yuragingiz dosh bersa, ko'ring ushbu videoni. Agar ko'nglingiz bo'sh bo'lsa, ko'rmang, o'tkazib yuboring. Turkiyamiz bo'lardi, rahmatlik. Juda yaxshi niyatli yigit edi. Niyatni yaxshi qilardi va yaqinlariga sila rahimni joyiga qo'ygan yigitlardan edi. Bitta aybi bor edi. Sal ko'proq ichardi. Va bizga muxlis edi, ko'rishgan paytlarda sal koy berardik. Yig'ishtir shu ishlaringni derdik. Bu yigit yaxshi niyat qilib shunaqa derdiki, xudo xolasa aka, 40 ga kirgan kunim hammasini yig'ishtiraman. Hamma illatlarni yig'ishtirib, yaxshi yo'lga kiraman deb niyat qiladi. Muhimi yaxshi niyatli yigit edi. Lekin yaxshi niyatni o'z bilan ish bitmas ekanda, rahmatlik 40 yoshga kirishiga bir kun qolganda avtohalokatga uchrab bu yorug' olamni tark etdi. Eng achinarlisi kayfda ketdi. Yaqinda shunaqa gap chiqdi, ukasi aytayaptiki, rahmatligini 1,5 milliard so'm krediti bo'lgan. Garovga qo'yilgan narsalar olib qo'yilgan, biznes sheriklari tan olmagan. Xullas, shunaqa gaplar. Vaqtida ko'zingizni oching. Ma'lum bir vaqtda yig'ishtiraman demang. Ramazon kelishini kutmang. Yoki bo'lmasa juma kun kelishini kutmang. Yoki bo'lmasa 40 ga kirishingizni, 60 ga kirishingizni kutmang. Hozir shu videoni ko'ryapsiz. Videoni kimlargadir yuboring va yig'ishtiring o'sha illatni. O'sha yigit mana shu qabrlardan birida yotibdi. Oxirat obod bo'lsin.